Assalamualaikum qarindoshlar. Bugun bir yana tema haqida sizlar bilan bir o'rtoqlashish zaruriyatini his qildik. Odatimiz bo'yicha bugun biz o'zimizning shuar bilan boshlaymiz o'zimizning leksiyasini. Yana bilganlarik Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasining asosiy shuari mustaqillik, barobarlik va qarindoshlik. Biz izchil Sharq Turkistonning mustaqillik bo'lgan orzuyimiz va harakatimiz bizning insonlik sharafimizning kapolati deb kelyapmiz. Mustaqillik bizning mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti yashashdak asla voz kechilmas bir muqaddas orzuyimizga vakillik qiladigan bir tashkiliy qurilma barpo qilishni. Barobarlik texmi ko'p Sharq Turkistonliklar barobar safarbar qilingan hammaylar oxirigacha birlikda kurash qilish fursati yaratishni. Qarindoshlik mustaqillik g'oyasidagi barliq Sharq Turkistonliklar bir-birimizga izchil qarindoshlik ko'rsatish orqali g'oyamizda rostchil bo'lish irodamizni bildirdi. Bugungi temamiz mustaqillik yo'lidagi hamkorlik va raqobat qanday qilish kerak. Biz oldin qatim leksiyamizda mustaqilligimiz qanday amalga oshadi deb so'zlagan. Bu haqda taxmin ilgirlab yana bir mustaqilligimizning logika bilan bo'lgan munosabat haqida bir leksiyamiz var. Uni patikada o'rtoqlashimiz. Endi bugun so'zlaydigan tema shu hamkorlik sha'niyatidagi tashkilotlarimizda qo'yilgan bir o'lcham haqida bu boshqa asosiy diqqatni shuni qaratamiz. Mustaqilligimiz qanday amalga oshadi degan vaqtda biz oldin qatim leksiyamizda to'liqlab mustaqillikning bizning hozirgi iqtidorimiz va tayyorligimizga nisbatan g'oyat zo'r bir qiyin ishda ko'ringanligi, ammo bizning shu qiyinchilikni yengmay amalimizning yo'qligini, ya'ni mustaqil bo'lishdan boshqa hech qanday chiqish yo'limizning yo'qligini, shunga bo'simizmi bo'lamiz, bo'lmasmi bo'lamiz, qanday qilishni qatnazar razmishni amalga oshirmasak bo'lmaydi degan bir o'rtaq temada birlikka kelgandik. Ham shu chog'da biz bir odam o'zining 50-60 hektar bir arizasi cho'ng bo'lgan bir ig'ir toshni qanday qilib bu nishonga oshira oladi, qaysi qilib ketib degan fikrni o'tirg'ib, oxiri Arximetdan men bir tanish noktasi va men peshon bilan men yashanim o'zimda yetganman degan prinsipini asliga o'tgan. Bu xaritga qaragandan biz bayaqinga qaraganda sal bir logika qo'yganroq bir narsani his qilamiz, lekin yanada bu yer bir yetersizlik bor, kuch yanada ojiz, qarshilik yanada cho'ng. Biz oldin qatim peshonni rasmiy bir izohladik, ya'ni dunyoning mustaqilligimizni tutgan pozitsiyasini egrik nuqtada ifodalladik. Shunaqalar dunyoning mustaqilligini tutgan pozitsiyasi va bizning butun vujudimiz bilan kuchimizni to'plab turib mustaqillik uchun intilishimizni, mustaqillik ideyamizni mustahkamlikda bir nuqtada mahkam turib, Xitoyning dunyo bilan bo'lgan munosabat nacharlashgan va Xitoyning davlat kuchi ojizlab davlatni kontrol qilish iqtidori tuvan yutishgan bir paytda biz bu nishonimizga yetish mumkin deb umumiy bir peshon prinsipini o'tirib qo'ygan. Shunaqalar buni biz mexanikadagi kuchning aslanish qonuniyatining bizning mustaqillik ko'rishimizdagi bir tatbiq qilinishi deb tushungan. Hem biz bu yerde bir necha muhim noktalar var. Biz ta'sir gösteradigan. Mesela Xitoyning dunyo bilan bo'lgan munosabati va Xitoyning umumiy davlatchilik boshchilik qatorliq masalalar darhollikqa bizning kun tartibimizda, bizning qo'limizdan kelgan ishlar emasdak, ammo bu fursat bizga kelib turgan ishlar. Biz qila oladigan ishlar bizga tava, ya'ni nuqtaning mustaqillik ideyamizning mustahkamligi. Shu nuqta ilgirkin muhim nuqta. Biz demasak bilamiz, bizning bir qancha qatimliq Cumhuriyetimizda biz shu mustahkamlik turish tegishli nuqtada mustahkam turolmay qolib qarshilikni oldiramay qolgan. Ondan yana bir muhim narsa bor, ya'ni dunyoning mustaqilligimizni tutgan pozitsiyasi. Bu masalani qo'lga keltirish uchunmi yana mustaqilligimizning ommaviy asosi dunyoning tinchligi va qimmat qarshilik qilingan bir hurmat. Shundaqmi shu dunyodagi biz qurgan davlatmi shu yer sharida mavjud davlatlarga o'xshash bir davlat bo'lgandan xuddi Bosniyaga o'xshash, Kosovoga o'xshash, Qirg'izistonga o'xshash bir normal bir davlat qurgan, undan ortiq g'oyalarga maftun bo'lmagan, fantaziyaga, utopiyaga kirmagan normal davlatchilik ideyasida bir kuchning shakllanishi aqalli bir ishdi. Biz shu huquqni o'tirib qo'ydik. Endi shundan bilan birlikda biz tashkilotlar o'rtasida birlikka kelishni, kuchning birlik kelish uchun har qaysi guruhlar partiyalashish kerak. Shu chog'da fikr dunyodagi hamma millatlarga o'xshash biz partiyalar bir yerga kelib, bu yerda o'zimizning parlamentni tashkil qilamiz va bundan texnik kuchli, texnik ommaviy asos kam bo'lgan bir organni barliqqa keltiramiz deb qaragandik. Bunun oldingi shartini biz yana shu chog'da hech kim o'zini mukammal birdan bir qonunlik deb qaramasin deb qaragan. Yani eğer bir tashkilot o'zini mukammal birdan bir qonunlik bilan boshqa hamkorlashishga ehtiyoji butun xalqni safarbar qilishdan va o'xshamagan tashkilot guruhlarninki kuchini birlikka keltirishninki oldingi shartlardan biri. Hech qanday bir tashkilot va shaxs o'zini birdan bir mukammal birdan bir qonunlik deb qaramasa kerak deb agar bir tashkilot o'zini mukammal birdan bir qonunlik deb qarasa, u albatta boshqalarning hamkorlashishini rad qiladi. Onun nazarida boshqalar qonunsiz bo'ladi degan gap.
Shunaqla nurg'un odamlarga o'xshash xalqni suiiste'mol qilish emas, yetaklash tishini turishmi bizning kuchimizni birlikka keltirishda nihoyat muhim deb qaradim. Chunki xalqimizning siyosiy saviyasi, siyosiy saposi nurg'unlardan bu ijtimoiy masalalar bilan siyosiy masalalarni ayirib qarag'idagi darajada bo'lmagandan keyin bizlar bundoq qilsak xalqni bakroq yig'alaymiz deb emas, xalqni yetaklash tipidagi fikrni o'tirib qo'yish orqali xalqni mustaqillik g'oyamizning atrofiga rasmiy bir qo'zg'atishni, texnik ko'p odamni safarbar qilish orqali bizning bu sifimizni kuchaytirishni, har qaysi tashkilotlarning shuni o'zini bir vazifasi qilish kerakligini o'tirib qo'ygan. Shuning bilan birlikda tashkilotlar o'tirishib bir-birini e'tirof qilish, bir-biriga hurmat qilish, o'zaro hamkorlashishni oldin shart bo'lgan bir necha xil siyosiy shakl haqida to'xtaldik. Ya'ni biz bu yerda xiloflik qila olmaydigan bir formula bor. Biz Pişan qonuniyatidagi dunyoning mustaqillik tutgan pozitsiyasini qozonishda tashkilotlar o'rtak qilish kerakligini, mustaqillik ideyamizni mustahkamligida, ya'ni mustaqillikdan boshqa masalalarni keyinga surib qo'yish, zibin butunligimizni qo'g'dash, Uyg'urga do'st ko'paytirish, Sharq Turkistonga Cumhuriyet tuzumidagi asosidagi, ya'ni Cumhuriyet tuzumi asosidagi davlatchilik prinsipini mahkam turish. O'zimizning Cumhuriyetidan boshqa munosabatsiz masalalarga kirmas masalasini biz nihoyat muhim masalalarni bir deb qargan. Shu asosiy 3 nuqtada, ya'ni F, Y ve müstakilligimiz mustahkamligiga ismol qilingan shu tayinish nuqtasi. Shu taraflarda biz kuchimizni birlikka keltirish kerak deb qaragandik. Bu bizningcha butkul tashkilotlar o'rtaq rioya qilish bo'lgan bir prinsip. Biz bu Pişan prinsipini chig'iriq qonuniyati orqali ba'zi bir masalalarga selishtirib ko'rdik. Ya'ni chig'iriqda biz chig'iriqning sonini ko'paytirish orqali, masalan, kirallarni bilamiz, avtomobillarni bilamiz, kichikgina bir motorning kuchi orqali necha tonna kuch hosil qila oladi ular. Bu mesele asasında şu mexanikin gücünün paylaşmamız, yalnız motorun gücü bilen veya kadim zamandakiler orunun gücü bilen o bir yoğun nerseni yetkeş mümkün olmaydı. Bu mexanikin kem kullanılgan iş, bu turgusuz oturdan seviyesi nesle bunu inçiklemesek mi? Her bir oturan köpçülük menimce bu Pişan kanuniyeti ve çığırık kanuniyeti güçlü aslanışını bunun da muhim noktalarının ki özgərmə məhkəm duruşu və hər şəxslərin bir-biri məxsus hərəkət qilishinin gücünü əsasləşdirib qanuniyyətini bilirik. Biz yəni bu F noktasında gücümüzü birlik keltirmək noktasında ən yuqori imkaniyetimizni cari qıldıra alsaq və başqa iki noktada birlikdə tura alsaq, heç olmagan hazırki havalarını texnik özgərtə alayımız və partiqanda Xitay yüz veriş ehtimalı bulub atqan, kompartiya qolab düşürgan, Xitay yeni bir hakimiyyət tiklendiğen bu fürsətdə biz bəlkə əsrləb kütkən bu arzuyumuzga, müqəddəs arzumuzu getirib müstəqil dövlətimizi quruş şəbiki oluşumuz mümkün. Şunun için biz hazırdan başlayıp tayarlıq qılımız, hazırdan başlayıp təşkilatlarımız özünü tayarlıq qilish kerak. Yani bundan burun ötüp ketken 4-5 yıllık altına davamlaşkan, 10 yıllık, 15 yıllık altımızın tekrarlaşkı olmaydı. Özümüz sorayla karşı teşkilatlar şəxsdə, mən keyinki 5 yılda, keyinki 10 yılda hazır altında davamlaştırsam, vətənin kelbi siyasi istiqbalıdır, bir özgür şahsılıqda payda qılalam dem, ya şunu toyup boşalam dem. Eğer onun sualı yok olsa, o çağda Erbil'in özümüzün ideyesini, hareketini qayta bir qatın nəzərdən ötküzüb beqiş gerek. Arkadaşlar, eğer telaffuzum qatı ketken bolsa to'g'ri tushuninglar, bizning o'tirib qo'yayotganimiz ig'ir bir masala bo'lganlikdan bu yerda xotir qilib o'tirmay deyishga to'g'ri keldi bu masalalarni yushirib qo'ydigan vaqtdan o'tib ketdik allabirun. Biz yana kuchni birlik keltirish masalasida bir necha muhim masala bor. Ya'ni xato nuqtadagi birlik isrofchilikdir. Biz ulug'vor bir gapni o'tirib chiqib, navbat bizning tayinlayotgan nuqtamiz, o'tirib kelayotgan ideyamiz ve prensipimiz biz bütün gücümüzle ekleyen takdirde biz hata bir yerde birlik yapılan olsak o çağda biz herkes nişanlı otlandıramayız. Yani bizim gücümüz ısraf okurken bunu. Yani sol taraf gerek. Çeçilen bu halatta hem meylen ben uçtum da hem meylen özümüzün işini kılıversek hem karlak meselesi sel kalsak gücümüzü birlik gelmesek o çağda biz yani gücümüzü birlik yaptıramayız. Biz hem gücümüzü birlik yaptırışımız hem doğru noktada birlik gelişimiz gerek oldu. Şu an anda olsa birlikte bu toğru nokta degan nima? Bu birlikning shakli qanday oldu? Biz qanday qilsak kuchimizni o'xshash bir lenzdan foydalanib, o'xshash bir kuyish nuqtasiga yig'alaymiz. Bu masala haqida qarindoshlarimiz fikr almashtirishni istayman. Endi hozir bizning nurg'un tashkilotlarimiz bor, bular o'zini mukammal deb qaraydi. Ben demişsem bu köpçülük özü yaşayotgan devletden nurg'un tashkilotlarga şahit bo'lyapti. Bu tashkilotlarimiz o'zini mukammal deb qaraydi, yaxshidan qilyapti Mevla'nın mavjudligini rad qilmoqchi emas, hammalarning rad qilib bo'lmaydigan muhim funksiyasi var her bir tashkilotning. Bu tashkilotlar bizning go'hrimiz, bizning boyligimiz, men izlab kelyapman. Bu tashkilotga kelmaydigan, o'yg'ilvoya kelmaydigan 89-90% odamga qaragan vaqtda bu tashkilotlarimizga kelgan, shu tashkilotlarimizni tushuntirayotgan insonlar biz hurmatlashga, yaxshi ko'rishga arziydigan insonlar. Yani şundan birlikte bu yeterli bizim meselemizi arkadaş kalırsa bu teşkilatlar karmak şundak mükemmel, şundak ondan kılvatıdan ama bunların planıdan, siyasi hareketlerden ve başka caylardaki başka teşkilatlardan boğan
münasebetinden qaragan vaqtda bizning bu təşkilatlarımız xuddi nəhayət gözəl, hər birisi mükəmməl şəkildə oxşaş, məndaq bir şəkillərə oxşaydı. Qaramakka bu nəhayət bir nəsə yaraydı, sandıqqa açılsaq, bağımsız bağlayıraq, bilmemiz bağ bir halat göründəmdi. Bəzilərinin rəngi bək çıraylık, bunlardan qarasaq, nəri qusur yoxku, şundaq mıdır, çoxurum yox, şundaq paqraq obdan turdu dep oylaymiz. Qaramak közünü çaqtıntıdı, bir işə yaraydıqanda göründü. Amma bularni bir sandıqqa qaçırsak, bularda so'qishdan boshqa bir ish bo'lishini atayında göründü. Mesela bilişib olgan şəkilləri var, simvolluq qilingan şəkilləri var, turib olgan orbitalları var. Bularni bu orbital yötkəb küçünü birlikə keltirishga hozirgi vaqtda mayli ular olsun, mayli başqalar olsun, bir sistemni o'tirib qo'ygan emas. Şuna biz bu təşkilatlarımızga bir o'zimizning iltimosini o'tirib qo'ydik. Əməliyyat şu bizim təşkilatlarımız bunaq bir təşkil emas. Tarap-tarapda, joy-joyda ularning sistemlari har xil, siyaset, nişan, bizning davlat qurish g'oyamiz hamma narsa munosabatlarda har xil faoliyatni qilib yuriydi va og'zida vatgan o'rtaq shuarimiz o'xshash. Amaliyotda shuarning o'xshashligi bizning amalning o'xshashligini, bo'shliqning o'xshashligini, prinsipning o'xshashligini talab qiladi. Biz oldingi qatimliq birliklarni deb o'tdik. Hozirroq yani o'rtaq tushuncha, o'rtaq nishon, o'rtaq manfaat, o'rtaq g'oya va o'rtaq qadam bilan bir muntazam vatanparvarlar qo'shinni shakllantirish, kelgusidagi bir kuchni barliq keltirish biz uchun nihoyat muhim deb o'tgan. Ham tarixdan beri jamiyatni o'zgartgan siyosiy kuchlarningki eng dastlabda 5-6 kishilik otryad shaklida, ondan keyin qabila shaklida, ondan keyin harbiy qo'shin shaklida, ondan keyin qo'shinlarning har xil siyosiy guruhlar shaklida va eng oxiri siyosiy partiya shaklida pishib yetilganligini, navbatda siyosiy partiyaning Cumhuriyet tuzilmasining kam bo'z bo'lmaydigan muhim bir kuchi, shundaqla o'xshamagan ideyaga vakillik qiladigan odamlarni tinchlik vositasi orqali hokimiyat o'tkazilish iqtidoriga ega qiladigan, xalqni safarbar qilish orqali hokimiyatni sog'lomlikka ega qiladigan muhim bir vosita deb qaragan. Bizning shu surgun hukumatimizdagi masalalarning hal bo'lmasligini, ularning shu siyosiy partiyaning bo'lmasligi deb tushungan. Ama oldin qatim deb o'tdim, hukumatdan chiqarib etilsa, masalan Belgiyada yoki Yevropadagi har qanday bir davlatda yoki Turkiyada bo'lsin, hatto 4-5 ministerni vazifasidan qoldirib qo'ysa, ular berib hukumat qurmaydi. Ular berib partiya qurdi. İşinin yolu bu qarindoshlar. Ama biz unda qilmadik, bu hukumatdan chiqarsa u berib partiya qurdi, u hukumatdan chiqarsa bu berib partiya qurib qarsak, hozir hukumatdan 3, 4, 5 qilib oldik. Bu bir sert ish, dunyoda bunday ish bo'lmaydi. Aslida o'zini men hukumatga loyiq, hukumat tashkilotlari qilman degan odamlar tashkilot qurish, partiya qurish orqali o'zini texnik kuchaytgan bo'lsa, hem o'zining partiyasini taraqqiyot jarayonida ixtisosli odamlarni atrofiga to'plagan bo'lsa, shu chog'da andin bular hukumat yurgizishga, hukumatda bir rahbarlik qilishga loyiq texnik ko'p bir ommaviy asosga, texnik ko'p bir ziyolilar qo'shilib bo'lgan bo'ladi deb o'yladik. Shu biz izchil davatimiz prezident bo'lib olgan, bosh ministr bo'lib olganlar hammalar o'zlarining siyosiy partiyasini chiqinglar o'tirgan. Bu siyosiy partiyalar xalqni safarbarlik keltirsin, xalq sizlarga bilet tashirsin, kimning bileti ko'p bo'lsa shu hokimiyat yurgizsin. Eğer o kılanmayı kıp kalsa onu tartışıp şirketiyle başkaları çıkıp yürgüsün. Dünyanın işi bu şu. Dünyanın sistemi bu şu. Bu şunu kereyle. Dünyada hiç kim dernekle sayılan katlaşmaydı veya ki başka bir şekildeki 5-6 parlamentine veya ki meclis kongreslerini kurulup durup devletin müstakilliği için güreş kılmaydı. Devletin müstakilliği için herkes partiyeyle birlikte bir parlamentte bir kurulumlu barlık yaptık. Şundan güreş kıldı. Hem şuna olgandıkken bazen kırımdaşlar ilçil dep geldi. Biz izchil ta'kidladik. Kuchlarni ittifoqlashtirishning birdan bir yo'li ko'p partiyalik tuzum dedik. Mavjud barliq jumhuriyatlarda avval xalq, andin partiya, andin parlament, andin hukumat barliq kelganligini butkul dunyo bizni ko'rsatyapti. Bizdan boshqa zaten yer yuzidagi yuzlachi davlatlar hammasida demokrat davlatlarning partiyalar orqali hokimiyat barliq keldi, partiyalar orqali hukumat qurildi. Partiya yo'q hukumat, partiya yo'q parlament mavjud emas dunyoda. Men shu izchil boshqa tashkilotlarni va qarindoshlarni siyasi aktivlikni vaz kechmaslikka, partiyaga astoydil muomala qilishga, tashkilotlarning saviyasini bir qadam o'rnatib, siyosiy partiya shaklga kelsa, bu chog'da bir har qaysi partiyalar o'rtasida parlamentarchilik imkoniyati bo'lganligi haqida fikrimizni o'tirib qo'ygan. Men shu bilan birlikda izchil deb kelyapmiz Sharq Timurda, Bosniyada, Kosovoda, Janubiy Sudanda, hatto 100 yil burun Chin sulolasi og'dirgan Gomindanda va yoki Gomindan og'dirgan Gonsandanda, ya'ni Kommunist partiyaning mushu masalalarning hammasida siyosiy partiyalarni xalqni tashkillash, hokimiyat egallash quruli haqida tushunchalarimizni o'rtoqlashdik. Hammalar biladigan bir narsa. Partiyalar mustaqillik harakatining amalga oshishida intayin halqin rol o'ynadi. Haqiqatan tariximiz shunday bayon etdik.
Fakat partiyalarla bir sıfır kelelerdi. Ama hükümet olsa hiç hükümet uğraşılan yapılacak. 4, 5, 10, 20 partiya bir parlament tutuş mümkün. Ama hükümet 5-10 olur deyin yap, ulanın meselesi fakat sokuş şartlıkla alakalı olur deyin. Bu biz tallarına yol alması arkadaşlar. Bugün dünyada özümüz yaşavatkan devletlerden ilham alaylı. Bugün her bir siyasi göz karışıklığa farklı teşkilatlar öz birbirinden farkını şu partiya kuruş arkalık ispatlaydı. Partiya kuruş arkalık halkın oturuzu özünü taşlaydı, halkın tanışıdı. Ben şununla birlikte bazı bir eskartıp bir gapdan aldım katımı dedim. Partiya ideologiyasının tabir oluş gerek. Her bir men partiya diyorlar, özünün ne biçim partiya olganlığını ve biz bilen farkını oturup koyuş gerek. Adam okşumganlığından ayrım partiya olup olgan bolsa okşaş ideyada o iş olmaydı kardeşler. Mesela köprak kardeşler Türkiye'nin ahvalını yaxşı bilsizler. Türkiye'nin ahvalda Milliyetçi Hareket Partisi vekillik kılınan ideya ayrım, Cumhuriyet Halk Partisi vekillik kılınan ideya o ayrım. Onun başka AK Parti'ye vekillik kıldıran o ideya bu yeni ayrım, her kaysi partiyaların ayrım vekillik kıldıran halk var. Yani şununla birlikte her kaysi partiyalarınki ortak noktaları var. Biz müşahidin bazı ilhamlarını alsaklıydı, dünyadaki demokrat devletlerde mi bütünley bir ideyadan tesir uçurayan devletlerde mi okşamayan siyasi kanatlarını buluşma karar. Mesela hazır Türkiye'nin misal etkenimizde Türkiye'de her kaysi siyasi teşkilat ve partiyaların özellikle rolu var. Mesela AK Parti kılanmaygan bazı işlerini Milliyetçi Hareket Partisi kılalışı mümkün vakti bilsa veya ki Milliyetçi Hareket Partisi amelga aşıranmaygan AK Parti'ye kılanmaygan bazı işlerini belki Cumhuriyet Halk Partisi amelga aşırışı mümkün. Vakt kelgan vakitte bir çıkacak amelden kalan aman yani bir çıkacak derhal çıkıp o da yüzün rolünü cariye kıldırıp bu devlette yüzün egeş güçlerini, yüzün ideyisini barlak yaptırıp pişte yatılan haltı bilen yeni bir vaziyet yüzünü alaydı hep karayımız. Partiye degende bir siyasi nazariye şunasla buluş gerek. Bu siyasi partiya oğuçu mu, solçu mu, bunun ideyisi neyce, bunun siyasi tabiri, teşkili prensip neyce kurdum deyiplar. Asıllık teşkilatlarının seviyesiga, hatta onunğa yetmegen, asıllık teşkilatlarının kölemiga varisi qilib hatta onunğa yetmegen veya şekli tandaş bo'lib qolgan holatda hech qanday bir partiyaga o'xshash bir shakl, partiyaga o'xshash bir siyosiy sifat veya ideologiya o'tirib qo'ymay turib, bu davlatchilik g'oyasi, siyosiy maydon va zamin putligi haqidagi prinsiplarni bir partiyaga xos bir xil davlatchilik nuqtai nazarda turib tushundirmay turib, o'tirib chiqib olsa, partiyani paqal qilib qo'ygan bo'lamiz. Bunday partiya bilan ish qilmaydi. Ish qilib bo'lmaydi qarindoshlar. Bu ishni nom qilmaydi, tirishchanlik qiladi, amaliyot qiladi. Unda bo'lgandan keyin partiyaning nomiga emas, balki biri xalqimizni biz izlab turayotgandek texnik ko'p odam siyosiy safga qatnashishi kerak. Yani şunun bilan birlikte siyosiy safdan tayyorlab qutilish kerak. Yani kişiler o'zi partiyaga uyushganda o'zining ideyasi qaysi partiyaga loyiq kelganini yaxshi ko'rishi, yaxshi tushunishi, ham partiya qurdim deb o'tirishganlarmi o'zining davlatchilik ideyasini yaxshi izlanishi, o'zi o'tirib qo'yayotgan ideyaning xalqimizga va bizning mustaqillik maydonimizga, bugungi kundagi ko'rishimizga bergan ta'sirlarini, buning ziyonlarini oldiga yaxshi o'ylash kerak. Şimdi biz siyasi programımızını müstakillik için kurash qilish deb bekitgan teşkilatımız partiya shakliga kelish kerak dedik. Bu chog'da partiya kelgan vaqtda biz nurg'un chiqishlarni birlikka keltiralaymiz. Bayotinqidek har xil o'lchamsiz shaklda emas, balki siyosiy partiyalar bunda chiqishlar shakli bo'ldi. Bu chog'da men birdan bir to'g'risi deb emas, o'zining inqilobning bir muhim qismi deb qaraydi. O'zining ortiqchilik, kamchiligiga to'g'ri qariya oladi. Millatning, davlatning tub manfaati va mustaqillik kurishimizdagi xalqlik masalalarda boshqa partiyalar bilan hamkorlasha oladigan, o'zaro bir nuqtadan chiqish qila oladigan masalalarni barliqqa keltiradi. Masalan, shu Turkiyaning masalasida partiyalarning garchi bir-biridan shunday ziddi bo'lsa-mu, tashqi dushman masalasi kelgan vaqtda bularning asosan siyosiy maydonining birlikligini. Agar Turkiya bir sirtqi davlatdan tajovuz uchrab qolgan bir ahvol bo'lib qolsa, bularning chuqur sinimini demay turib bir-biri bilan mo'l-mo'l yitirib turib kurash qilganligini tushunganligimizni ko'pchilikka birinchi qatim ta'kidladik. Bulupmu bu tashqi dunyoning qo'llashini qo'lga keltirish va bugungi mavjud dunyoda quriladigan bir davlatningki prinsiplarida mahkam turishni va shunday bir signalni topishni biz nihoyatda muhim bir ish deb qaradik. Ayrim partiya bo'lish deganlik hargiz sen xalqqa ega bo'lsang bo'laveradi deganlik emas qarindoshlar. Siyosiy nazariya o'rganish bilan birga vatanimizning iqtisod, nüfus coğrafyasını yaxshi o'rganib qo'yish kerak. Bu birlik qilish deyish nuqtalarni mutlaq hurmat qilish kerak. Vatanimizning zamin butunligini, mustaqillik maydonimizni biz chuqur yaxshi hurmat qilishimiz kerak. Vatanimizning manfaatidan muhim manfaat yo'q. Bu narsani qilimizni aydınlaştırishimiz kerak qarindoshlar. Biz bu hayatın çıqaraq qonundagi kuchlar silinishda bir narsani so'zladik, ya'ni hamma chiqarib o'xshash bir taklif bo'lishi kerak. Hem bu çığlıkla olunuş gerek. Şu çağ bunun gücünü cari kıldığı oldu ve bizden pişan kanuniyetimizki güç esilinişine emelgaş olurdu.
Anda o partiyalı olsa hemkarlaşalandı. Kandak hemkarlıkla kımmet oldu. Zaten partiyalar kanda buluş gerek. Partiyanın ölçümüne sen bir kitap tanımda. Özanlık partisi yetmegende. Deygan bazı arkadaşlar oldu. Bütün dünyada bizden başka bir millet partiya kurduk arkadaşlar. Bizden 15 milyon nüfusumuz var, çetel yüzüm adımımız varken 30-40 milyon nüfusu var. İtalya'nın oturuşunda bir neçe cumhuriyet var. Sırbilisle mesela Liechtenstein'de mi padişahlıksın boğamdan aşılandı mı partiyalar var. San Marino'da olan cumhuriyet var. İtalya'nın oturuşunda tağılıp aşılandı mı partiyalar var. Dünya nüfus az nurgun devletlerde uşak partiyalar var. Neçe yüz kişilik. Çünkü insanların idisinin farklı buluşumu karar. Onun için bizge okşaş hem Garip'in tesirini algan, hem Kıtay'ın tesirini algan, hem İslam dininin tesirini algan, her kıl ilogenin tesirini buluşan bir mürekkep ağ görünüşü var bir millette elbette kişilerin idisi tıkımı farklı bulunur. Bunu hürmet kılış gerek. Hem meylen ortak itiraf kılgan bir nesne bardakken meyli rehberlik sistemisi. Ama devletin müstakilliği meselesi de, milletin bu özünün milli mevcutluğunu saklap kaliş meselesi de hem meylenin çıkış noktamız birdek gelin işimiz. Ondaki bunların ölçümü neyme? Ama sen partiya olduğumuz zaman boldum dep mesela çıkacak hemkarlışı diyen benim çıkacak boldum yenenim aytdığında birimiz bu şekilde, birimiz bu şekilde, birimiz bu şekilde bolup alsak arkadaşlar biz hemkarlıklı çıkarturamayız. Bu çıkacakını qanday qilib bir-birini ilgisi olgan bir alet bir mashinasi o'rnashtirib bo'ladi. Şoň bunu kuruş bilen birlikte biz çıkacaklarımızı birlikte keltirishimiz gerek. Belki oklarımız ayrı, çoğun kiçikligimiz ayrı bulup belki bu teşkilatın bir misal verişini kaldım. Yani çaklarının çoğun kiçikliği okşamayıp bu resimde karsak bu çak bir xil şekilde turdu, bu çak bir xil şekilde ama karsak inçiklep karsak bileleyimiz bu çak bir hareketlensemiz hareketlengen bir xil için. Bir yerde bunu hareket keltirgen ise aktiflik arkadaşlar. Partiyanın kuruluşuna işte atmaydı. Aktif şunu kendi oturup matını maldoş gerek. Yani çıkacaklı üzere tutaştırıp düşberli mesele tükümeli. Bu hareketleniş gerek mi? Bu mesele hazır olmaydı, küçük hazır olmaydı hareket olmadan ki. Yani böyle her bir çıkacaklı ki biz oyman noktasını görürüz. O senin artıkçılığın oldukken sen artıkçılık asıl kan bu nokta belki benim kemçiliğim buluş mümkün. Bu yer ben pidakarlık göz tutup ben kılanmaydıgan başka bu sen kıldak yok öyle kan bir nasıl bir şey bizde. Bu pidakarlık bizim özüre hemkarlığımızda kan bozulmaydıgan narsa. Senden ben kalamtım dep adavat kılıp otursak, uşak meselelerini tegep otursak biz pidakarlık göstermegen bulunuz. Pidakarlık yalnız can meydanında ölüp bir işlenmez. Pidakarlık birbirimizin eypiga sabır kılış, birbirimizin artışlığını görüş, bıktım için Necmettin'den bu işte artışlığı varken veya makiyadınızımızdan bu işte artışlığı varken bu işte ondan paylanmayla hikayesiyle de onun bir muafık şekilde hemkarlık boşluğu veriş. Yani bu pidakarlık arkadaşlar bu. Depötlerimizde bizim enerjimiz aktiflik ve izçillik. Yani bu yer körüvatlarımızda çaklarının çoğun küçüklüğü ve şekli okşaması mı? Birlik kılgan noktalarda mesela dişlerden ki dişleştiren noktalarda çok birlik kiliş gerekliğiniz bulduk. Bu mesela biz bu dişlik çakların hiç karşısını hareketlendiremeye kalırız. Hatta meğerin bir altı çıkacaktan çıkan çatakla bütün maşinimizin çatak çıkışı mümkün. Biz şuna kıyırdaşlar ortak bir merkez kılıç üret kılalaydıgan oymallarının buluşumu hemkarlık şartlarından biriydi de. Dünyadaki teşkilatlarının siyasetine Türkiye ayrılan bir netice materyalini koydum. Ben vakıf olsa kitaplar doğruluk ayrım birlik siyakılış niyetim var. Çünkü onu mühim uçurlar varken. Faydalanmayılan teşkilatlarının yani NPO'da yaptığımız Non-Profit Organization'ın işki bilip de NGO birisi yani gayri hükümet teşkilatları. Bunların da hakimiyet tartılış iradesi olmaydı. Kanunu kovdaydı ve kanunu advokatlık kıldı. Vay palar kanununda dilgen sen ma kanununda kalmamsa. Biz kanunu kovdaydı. Siyasi kapital ve harbi vasıf iyi olmaydı ve egoizm teşabbüs kılmaydı. Bunların NGO yani gayri hükümet teşkilatları. Bunların hükümet buluş iradesi olmağaçka. Gayri hükümet teşkilatları da karıldı. Hem bunlar hiç kandak bir hükümet vekilliği kılmaydı. Hem siyasi partiler için ne bu gayri hükümet teşkilatlarının ekşe non-profit organizasyonu paylamayılan teşkilatlarının içindeki bu hakimiyet tartılış için tayarlanan nesini siyasi partiler karayımız. Bütün dünyada bir teşkilat da bakılgandı ki biz bu yağmuriyet kovdayılan teşkilat başka çok sevdiğimiz teşkilatlar sayılan katlaşmaydı. Teşkilatlar sayılan katlaşış için hakimiyet tartılış katlaşış için siyasi partiye şekilde delisini kötülük doğru gelir. Andın siyasi partiye kanun turguzudur. Kanun özgürlük kirgizidir. Şu siyasi partiye kuruluşlarının liderlerinin Məqsud Şuarova ayamdalı odap koyduğum. Men kanun. Şu biz kanunu boysunumuz emas. Eğer kanun bizden menfaatimizi qoğdamay kalsa, biz özümüz kanun bulup, kanunu özümüz tüzüp, özümüzün menfaat yolda küreş kılacağın bir cesaret yürüyüşü doğru keldi. Şuna siyasi partiye siyasi hukuk yürüyüşü için vasıt alınmaydı. Yani veya degендek siyasi kapital bardak keltiriş veya gelbi vasıt yürüyüş katarık meselelerde siyasi partiye vasıt alınıp olmaydı. Bunun bu gayri hükümet teşkilatları bilen bulduğun
Çoğun farkı şu, gayri hükümet teşkilatları buluş gerek her bir vakitte bulup mu bizge bir aciz milletten gayri hükümet teşkilatlarının buluşu bizim hakkaniligimizni amalga oshiradigan muhim vasıta ama bu birden bir olup kalsa ve muşluğu tayinip qarab halkımız kanaati to'xtab qalsa bo'lmaydi. Bizim texim kuchli siyosiy partiyalarimiz buluş gerek. Hakimiyet tartilish tayyorlangan qonun turg'izishga siyosiy yurgizish uchun vassallamay turib intilishga tayyor bo'layotgan gruppalarimiz, insonlarimiz kerak. Qarindoshlarımızdan texim ahirmas, texim jangovar bo'lishni umid qilamiz. Hem de bayağı degenimizde partiyalar qandaq bo'lish kerak. Biz bayağı da pekkan kitapta shunday bir masalani ko'rdik. Har bir tashkilot partiya sifatida bir chiqishga aylanib, kishilarimizni birlikka keltirib, bir tashkilotga kelish, faqat bu tashkilotda men birdan bir to'g'risi deganni tashlab partiyasida o'tirib chiqmoqda amalga oshirildi. Andın prinsiplerimiz okşamış buludu. Mesela biz Cumhuriyetçi olsak en bir eylem demokrat olsa buludu. En bir eylem yaşlı bir sosyalist partiya olsa o tamamen buludu. Onun bir mesele yok. Sosyalist reaksiyondan kırındaşlığa sosyal diyenlik komünizm diyenlik emez. Şu an bu bazı atalıklara kusur tepiştim burun. Aval aşı atalıkların ki bir siyasi ağ görünüş hakkında bir izden sanlar. Tekimi yakşı fikirleşereyimiz. Devletçilik dediğimiz hakkındaki sırtkı ve etki teşebbüslerimiz. Yani biz kandak devlet kurumuz. Uygular devlet kurumuz, kandak devlet kurdu. Etrafı hoşun devletlerine dünyanın onun siyasi kandak pozisyon tuttu. Bu meselelerde teşkilatlarının pozisyonunu birleştirişine ait mühim. Çünkü Xitayning lobi işlerin boş gelmeyatı bular izchil Amerikadagi İslamofobiya Rabbimiz, İslam dinini ürküydigan Müslümanların yaxshi ko'maydigan kuchlarga Uyg'urlar diniy davlat qurmoqchi bo'ladi, davlat qurib bersanlar parakanchilik deydi. Her xil sonliq ma'lumotlarni yo'llab, hatto Turkiyadagi tashkilotlarimiz Suriyaga ketgan insonlarning oq ko'rinishlari haqida doklad yo'llab, Qarabaq Uyg'urlar hozir qadar bu dinni ustun qilmay kurash qilmaydigandan taxi yo'lg'ini, yarg'ini yo'q, taxi yong'ini yo'q. Bu Uyg'urlar bunu davlat qurib bersanlar, Afg'oniston yerini barpo qilgan bo'lsa, dunyoning qimmat qarashini buzgan bo'lsa deb vaziyatayotgan uchurlarni ko'ryapmiz davomli. Izlanganlar biladi buni. Andın yana birisi xalq qaratgan tashviqotimiz iqtidorga mos kelishi kerak. Qardoshlar, biz xalqqa tashviqotimizni qaratgan vaqtda qanday qilib xalqning atrofimizga g'ijg'ishni emas, qanday qilib xalqni yetaklashni asos o'rin qo'yishimiz kerak. Magabda desam xalq yaxshi ko'rdi deb o'zimizning kuchidan alqagan, o'zimiz vakillik qilolmaydigan bir ulug'vor narsani xalq tashlab qo'yib, xalqning utopiyaga, g'oyibparastlikka tashlab qo'ysak, o'zimiz yashayotgan davlatning o'zimizning iqtidorini mos kelmasa, biz millatni vayron qilib bo'lamiz. Mesela Hitler aynı vakitte Hitler Germaniyasının gücünü haddinden ziyade yukarı ölçerlep gitti. Ama Germaniyanı mağlup kılıp etti. Yani Germaniya asildikiden kiçiklep gitti. Germaniyanın tesir gücü mü hazır? Herkes 1930-yıllığa yetmeydi. Demek bu bir milletin yaxşı görüşlük kıpayı emas. Yaxşı görüşle birlikte milletin ahvalını doğru ölçerler. Real buluş. Özümüzden o devletinin Mars'ta veya taş plan kurmaydıganlığımızda, gayemizde, planımızda kurmaydıganlığımızda, muşu yeryüzünde BDT Gaza devletler oluşun bir devlet kuruş irademizin bağlılığını her kaçan özümüzde eskerlik oluşumuz gerek. Onda oğandaki biz kurmakta olan devletler kılıvatkan teşebbüs, muş dünyadaki özümüzün emeli iktidarına maske egen buluş gerek arkadaşlar. Muş nerselerde bizim teşebbüsümüz, bizim siyasi diplomatimizde veyran kılıp etmesi gerek. Bayağı da betkende düşmanın vasıtlarga qarshi bir o'yin bo'lsin ki bizning qilvatanimiz, ammo dushmanning vasıtlarga yantiq qo'yib turgan bir ishga aylanib qolmasin. Qilolmagan taqdirda, o'yin o'tgan taqdirda biz o'zimizning xalqimizga ziyonkashlik qilmaylik, xalqimizni to'yib yo'lga boshlamaylik. Biz bu yerda deb o'tdik, bizning Peshon qonuniyatimizning tanish nuqtasini, kuch nuqtasini, yo'nalishni birlikka keltirish, o'zaro qo'llash, hamkorlik qilmasakmi, har taqlimizni qo'lga kiritgan bir kuchga aylantirish haqida tashabbusimizni izchil deb kelyapmiz. Xalq vakillik qiladigan muslim bir tashkiliy sistemni barliqqa keltirish, xalqni qo'zg'atish, davlatchilik dispush tarbiyalash, kuchlarni aktivlashtirish, birlikka keltirish, mana bular biz qilayotgan va boshqa siyosiy partiyalarmi qiladigan qilish tegishli vazifa. Shunga biz qandaqdir o'zimizning ijtimoiy vaziyatlarini, ijtimoiy vazifalarini bir taraf qiladigan ish kuchlarimizni o'zini siyosiy xizmatda qarab qilishimiz, biz qiladigan eng muhim narsa davlatchilik dispush xalqni tarbiyalash, kuchlarni aktivlashtirish, kuchni to'plash. Bo'lsa siyosiy kapitalda, irodada, ideyada, vasitada harakatda birlikka kelgan insonchon bir vatanparvarlar qo'shinni barliqqa keltirish. Shunday bir nihoyat ommaviy asos keng ko'lamli bir insonchon vatanparvarlar qo'shini bo'lsa, kelgusida bizga fursat yetilgan vaqtda biz bu fursatni tuta olamiz. Bu to'g'riliq ayrim temamiz bor. Bizning mustaqil ko'rishimizning logik bilan bo'lgan munosabati degan temaga ketsanglar, bu to'g'riliq tafsilotini shu yerdan olasizlar. Hem de hazır bizden arkadaş teşkilatlarımız ve ictimai organlarımızı qaraydigan bo'lsak, çoğun xaritaga diqqatni qaratib, konkret individual obyektni qo'ldimagan. G'oya cho'ng bor, gap bor, ammo sening qilayotgan ishingning ash g'oyang bilan munosabati bormi desa yo'q. Sening shakling ash sen deyotgan g'oyaga uyg'un bo'lsa, unda emas.
Bu bizni reallıktan ayrıtadi. Şu mustaqillik hammadan deydigan, so'zlaydigan lekin mangu yetilolmaydigan bir narsaga aylanib qolmasligi kerak. Buning uchun har bir tashkilot o'ziga bir tanqidiy nazar bilan qarab beqish kerak. Men tayyor bo'ldimmi shu ishga? Mening tashkiliy sistemam kuchlarning birlashishi muvofiq bo'lgan to'g'ri bir davlatchilik ideyasidirmi? Biz izchil deb kelyapmiz, navbat biz to'g'ri bir davlatchilik ideyasini to'zolmasak, mangu davlat quramaymiz qarindoshlar. Bu ahvol nihoyat xatarli. Biz o'zimizni yaxshi mo'ljalashimiz kerak. Biz bu dünyada yaşayatımız, dünyanın realliğini to'g'ri tushunish bilan birlikda o'zimizning mustaqillik g'oyasidan aslo voz kechmagan asosda yo'l qo'yg'ili bo'lgan yerlarda yo'l qo'yib, hamkorlashib bo'lgan kuchlardan imkon bor hamkorlashib, kuchimizni birlashtirishimiz kerak. Ondan bütün fursatlar davlatchilik g'oyamiz uchun xizmat qilish kerak. O'zimizni rostga chiqarish uchun emas, sendan men qalam kim uchun emas. Sen qilsang men qilaman ekanman, u bu deb bundaq sunniy holda partiya guruhlarini barliqqa keltirib olish bu bizning samimiyetimizni ifodalaganligimiz olmaydi arkadaşlar. Samimiyet bizden fidokorlikni, yo'l qo'yishni, qo'l qo'yishni, hamkorlikni talab qiladi. Deganimizda mavjud barliq jumhuriyatlarda avval xalq bo'ladi, xalq qo'zg'atiladi. Bu xalqdan partiya shakllanadi. Bu partiyalardan parlamentlar keladi. Bu parlamentdan andan hukumat seçimiz barliq bo'ladi arkadaşlar. Biz izchil takrorlayapmiz, buni yana takrorlab ketdik. Mushunaq bo'lmay turib biz kuchimizni birlikka keltirolmaymiz, o'xshash isbotlar qilolmaymiz. Shunga bireylen çağırgan ya yeni bireylen kelmeydigan emas. Düşmanımız çağırsın mı? Eğer mustaqillik uchun çağırgan bolsa, biz berip nimdavatida o'ltirib qiladigan va boshqalarni chaqirgan bo'lishimiz kerak o'zimiz usullarga. Siz deganimizdek bir butun g'alaba, kichik g'alabalarni berikmisi, xuddi bir butun mashina orqali zapchaslarni berikmisi bo'lgan o'xshash. Şuna dünyadaki siyasi partiler kanunu bir ne söyleyen kanunu ve umumlaşkan bir neçe prensiplerini kardık. Umumen 3 nokta üzgün çaklarkenimiz. Cumhuriyet prensipi karşı boğan, yani parçalı kurmanda edilgen, o bokulgan nesnenin nurgun devletlerinin asas kanununda çekleydiken. Yani diktatura teşebbüs kılıdığan partiyelerinde. Andın Cumhuriyet'in zimin bütünlüğe devletini parçalaydigan bir nesne kılıdığan işte Fransa'ya koşulup dünyanın nurgun devletlerine ait inaklar, bunu yol koymayımız kanunda, bunun kanun cihetini çekilme varken. Andın reallıkın çıkış kanalı devletin real iktidarı ve emeli menfaatlik zıt alda quruq bir utopiyani o'tirib qo'yib xalqni cho'g'iltib o'ynaydigan bu xil shaklli narsani qilishni dushmanning foydasiga yaraydi deb qarab cheklaydi ekan. Ondan yana birisi partiya tashkilotlarining davlatning egilik huquqi bilan o'ynashishini, davlatning zimmi butunligini tahdidga tashlashini, din nomini, yurt nomini, tarix nomini, millat nomini, mazhab tarixchasi va partiyaning nomini suiiste'mol qilishi layoqatsiz deb qaradi. Masalan, Yevropaning nurg'un partiyalar var, bazılarında var, Germanya'da Hristiyan demokratlar var, o bu da. Avrupa'da ben azdan katımı da öttüm, siyasi partiyalar kanunu yok. Bir adam kanunda partiya kurum, parçalı kurmanızın buluyordu, siyasi partiya kanunu yok. Ama siyasi partiyalar kanunundaki belgeleme, yani siyasi partiya kanunu kullanılatan devletleri. Emniyette bir top adamların Hristiyan demokratlar partiyası olumunda bu ya ikili bağını onların aldamçılarından başka neslemez. Çünkü sen Hristiyan demokratlar partiyasıken sen hoş, sen kaç salayetten Hristiyan dini vekillik kılırsa? Anda bir adam sen işini hata kıldın, işini onşanmadan verip seni cezalıgan ya seni düşman tutup sen bilen karşılayıp kelgen bolsa o Hristiyan dinine karşı tutan turamda. Senin Hristiyan dinine vekillik kılış neyim salayetin var? İsa sen mi ya? Mesele bu. Şu an bir ulug' var, xalqni oson ekildab, xalqning diniy hissiyotini suiiste'mol qilib o'tirib chiqib, mushtaqillik jiqraq adam olaymiz deb o'tirib qo'ygan siyosiy partiyalar bor. Umuman dunyoning siyosiy partiyalarining ichidagi diniy nomni o'ziga simvol qilib olgan bu narsani, bu layoqatsiz siyosiy partiya deb qaraladi dunyoning siyosatida. Mavjud siyosiy kuchlarning tamponiga uyg'un bo'lmagan g'oya uqumdan o'tirga chiqishmi bu davlatlarni halokatga tushirgan bir narsa deb qaraydi. Şu masalan Germaniya, Avustriyada bayağı da tuttuk. Gerçi siyasi partiyalar kanunu bombusu mu? Ama faşist şekilde oturup çıkan aman sot mahkemesi ardıştırıp kanunsuz oldun sen der. Onu çekli bitirgen bir iş var. Gerçi kanun bombusu mu? Uduluk çeklep durdu. Bu ahvalda biz başka ele alın körümüz. Devletin küçüğünü alıp ketken siyasi teşebbüslerine oturup çıkışı o devleti alaketli iştirdi. Siz özünüz yukarıdan uşatman deyin gap yani. Siyasi partiyalarning pishib bitilmaganligini bildirdi bu narsa. Shu siyasi partiya deganlar reallikni mo'ljallaydigan, yetti o'lchab bir kesadigan ishlarni ehtiyot bilan qiladigan bo'lish kerak. Elimi biz nurg'un fikrlarni deb aytib qoldik qarindoshlar. Ba'zi ishlar aqlliq bo'layli. Men bir gapni desam, chuqur ma gapni ekanini ma'nosi bor deganni o'ylaydigan bo'lish kerak. Hattoki men Sharq Turkiston deyotgan bo'lsam, men Najmiddinning qalbida Uyg'ur bor deyoladigan bo'lishimiz kerak. Men boshqa bir gapni deyotgan bo'lsam, buning qalbida bu narsa bor deb mening tarixim, kelib chiqishim, davlatchilik ideyam, mustaqillikni hayotimizdagi qanchalik muhimligini nazarda tutib so'zlagan so'zlarimga asosan, men bir narsani odab xato bir gapni qilayotgan taqdirdami dunyoning manfaati qo'ygan holda sizlar buning kaynida nima so'zdan borligini o'ylayotganda siz aqlli bo'la olishingiz kerak. Jiroqni ko'radigan bo'lish kerak. Agar biz hammani o'tirib tashlaysan deb talab qilib turib olsak,
Biz özümüzü nabıt tutmayız. Siyasi partiyenin hiç olmaganda yerimizden artıqraq hizmeti məxfi olmasa siyasi partiya hizmet kılamaydı bugünkü arkadaşlar. Çünkü biz talep kılayotgan narsa dünyanın umum siyasi sistemisindeki budjetini teşkil kılayotgan devletinin, yani dünyanı taksim kılayotgan devletinin içindeki bek güçlü devletinin içindeki bir devlet. Biz onun dünyanı bilişiyorgan bu sistemimize karşı duruyoruz. Biz oturup koyatkan narsa dünyanın umumi tankponluk prinsipiga ve nöbetdeki dünyada çok kısım devletler kubul kılgan Xitayning mümkünlik prinsipleri xilaf. Bunda bo'lgan ekan biz nurg'un masalalarda aqlli bo'lishimiz, jasoratli bo'lishimiz, dunyo bilan murosa qilmaslikni bilish bilan birlikda ba'zi ishlarda foydalanishni bilishimiz kerakda. Biz azroq aqlli olmasak bo'lmaydi arkadaşlar. Shunga o'xshagan tampon sistemimizga xilof holda oqibati o'zini markaz qilishni talab qilish faqat dushmanning foydasiga yaraydigan ishlarni bizdan so'zlashni talab qilmasligini so'raymiz arkadaşlar. Aqlli bo'laylik. Biz bazı materyallarını izleyicilerden gördük. Bu partiyaların türü ayrıptı. Yani bayatın hakimiyet çalışmaydıgan ictimai teşkilatlardan başka hakimiyet çalıştıran siyasi partiyalar yaptı. Hakimiyet çalışmaydıgan mı siyasi partiya var mı deysizler? Hakimiyet çalışmaydıgan siyasi partiyalar. Yani mesela Bulgarya'da Türklerin Asırlık Partisi var, Şimal Makedonya'da Kosova'daki Türklerin Partisi var, Rumanya'daki Türklerin Partisi var. Endi bular hakimiyet talaşmaydı. Çünkü hakimiyet talaşanmaydı bularning nüfusu az bir yerde agelar. Ama bular parlamentda aşağı özünün aslanlıklarının hukukunu qo'dash uchun kurash qildi. Endi bu xil tashkilot partiyalarga qarta ularga "Ma sen milletin namını qo'llanmaysan" degan o'lchamni qo'ymaymiz. Chunki ular hakimiyet talashgan partiya bo'lmag'achqa. Ammo hakimiyet talashgan partiyaga qo'yilgan o'lchamni biz bayonida o'tdik. Bu partiyalarni turga ayirganda, ya'ni hakimiyet talashgan partiyalarni zürriyet aslında barlıq kılıdı, üzül kesil özgür şahsıl kılıdı, siyasi ilgirlik vekillik kılıdı, yanlık yartıdı deyapti. Mesela Xitay Kompartiyasiga o'xshash, mesela Gomindanga o'xshash, mesela Türkiye'nin Cumhuriyet Partiyasiga o'xshash. Bular üzül kesillik yanlık yartıdığan, özgür şahsıl kılıdığan, hakimiyet yürütücü iqtidarga ega bo'lgan, o'zaldi xas mustaqil sistemisini barlıq keltirgan, ideyasi bo'lgan bu partiyalar. Bunu kurguç partiya, yaratıcı partiya ve yetekçi partiya, hatta ki Xitay içinde Jingyingdan da yapıp da elit partiya da koyarken, ilgar bir xil partiya da qarayotgan da. Onun başka bu yetekçi partiyanın kendi mağdan davamlaştırıcı partiya oldu. Mesela yaratıcı partiyanın ideyasi varis qiladigan, davamlaştıradigan, beytirgan, islah qiladigan, kuchlantiradigan. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi veya Xitay Kompartiyasining hozirgi holati veya Avrupa Partiyasining nurg'un partiyalarga o'xshab bularning ko'pinchisi davomlashtiruvchi partiyalar. Chunki yetakchi partiya hamma vaqtda zarur bo'lavermaydi shu. Zurriyat asli barliq qiladi yetakchi partiya. Biz tushunsa bizdimi zurriyat asli barliq keladigan partiyalar bo'lishi kerak. Endi suiiste'molchi partiya bu dushman partiya. Bu har qanday bir davlatda bo'ladi. Masalan Turkiyada biz xilofat qurimiz deb turgan insonlar var. Bütün Türklerin hammasini bir davlat qilamiz deb turgan odamlar var. Bular davlatning iqtidori bilan, davlatning imkoniyati, kuchi bilan hisoblashmay turib, davlatni bir utopiyaga boshlayotgan odamlar. Bu shu arada Türkiye'nin tashqi siyosatida Türkiye'ni yolg'iz qo'ydi, Türkiye'nin dushmanini ko'paytirdi, Türkiye'ga ziyonliq. Xuddi shunga o'xshash har qanday bir davlatning o'z uchun manfaat bo'ladi, tashqi siyosatlar bo'ladi. Bu devletin menfaatini ziyan uçurtulgan suiiste'molchi partiyaların ko'pinchisi millatchi veya dinchi veya bir xil sol shaklda o'tirib chiqadi. Hamda güzel narsani o'tirib chiqadi hamda. Yani bu qanday qilib desam, irqchilik qo'llangan ba'zi partiyalar irqchilik bu davlatlarda bozorga silingan ama bu davlatlarda irqiy masalalar kirildi. Irqchilik hokimiyati bilan bir davlat taraqqiy qilib ishlarini o'xshatmagan yo'q umuman. Partiyalar o'zini ichki orqali, raqobatga tayyorlanish orqali, o'zining iqtidori orqali özünün samimiyeti ve aktiflik arkalık netice kazanıp devlet taraqqiyotga tegilishi kerak qayda bo'yicha. Qandaqdir mundaq desak, xalqni taxmin akalaymiz deb saylanma biletni o'tish uchun o'zi yo'q narsani o'tirib tashlab xalqni ahmoq qilish uchun emas. Shuni izchil yana ta'kidlaydiganimiz siyosiy partiyalarning vazifasi navbatdagi bosqichimizda biz yana davomli xalqni tarbiyalash, xalqni yetaklash yo'lida bo'lishimiz kerak. Xalq iste'mol qiladigan, xalqni qaymoqtiradigan yo'lda minishdan ehtiyot qilish kerak siyosiy tashkilotlarimiz. Devletler reallıqla fantaziya yetaklaydigan bu xil siyosiy iste'molchi partiyalarning bo'g'indan bo'lmagani yaxshi. Ondan siyosiy kuchlar o'xshash mexanizm va o'xshash nishon uchun samimiy harakat qilib tinchlik asosida hokimiyat olishga kafolat qilishi, o'tishlar orqali hokimiyatning sog'lomligi va davlat manfaati, qonun nufuzini qo'llash uchun faqat siyosiy partiya shaklida saylov orqali hokimiyat tarqatish kerak degan bir umumiy belgilam bor. Ya'ni agar undaq bo'lmagan chog'da qurolli kurash orqali hokimiyat tarqatish masalasi kelib chiqqan gapda suiqasd va harbiy o'zgarish qanday masalalar orqali bu xil shaklda nima bo'ldi desa, hokimiyatning sog'lomligini kafolatga ega qilmaydi. Adolat vayron bo'lib ketadi, qonun vayron bo'lib ketadi. Ko'p sonli xalqning irodasi aks etmaydi. Şunu biz partiyanın asasından namızı davatkan dünya kişi hukuk
xitobnomasidami kishilar o'zining hokimiyatini o'zi tanlash erkinligiga deb belgilangan. Biz izchil deb kelyapmiz. Xalq o'zi tanlagan hokimiyat dunyo tarafidan e'tirof qilinmaydi. Ya'ni biz kelgusida hukumat qurgan taqdirda ko'p sonli xalqning qo'llashiga erishmasa bizning hukumatimiz dunyoning oldini inoat olmaydi degan. İzchil ta'kidlab kelyapmiz, Erkiya mustaqilligining dunyodagi ommaviy asosi, Kosovo mustaqilligining dunyo tarafidan e'tirof qilinish qatorliq masalalarda ko'p sonli xalqning mustaqillik uchun ovoz berganligi va u yerdagi barliq kelgan hukumatning bir normal demokratik sistem orqali barliq kelganligidek mana bir zamonaviy kapolatlari bor bo'lg'achqa bu dunyo tarafidan qabul qilindi. Chunki siyosiy model qo'llanayotgan mexanizm dunyodagi umumlashgan bir siyosiy mexanizmga uyg'un bo'lg'achqa. Onundan başqa siyasi partiyalar qonuni qanday bo'ldi degan o'qidim uchirib ekan, egilik huquqi, zimin butunligi, siyosiy taqdiri, cumhuriyet egalarining tut manfaati, hokimiyat va xalqning siyosiy tanlash iqtidori tomonidan kafolatga ega bo'lib qolingan cumhuriyetlarda hokimiyat tanlash va siyosat yuritish uchun cho'qim yana siyosiy partiyalar qonuni davlat manfaati qo'llaniladi. Demak, Turkiyaning egilik huquqi, zimin bütünlüğü, siyasi takdiri, cumhuriyet ilgilerinin tut menfaati, hakimiyet ve halkın siyasalaş iqtidari kapalık egemez deb qaralğaçqa siyasi partiyalarga ölçem qilib mandaq bo'lish kerak siyasi partiyalar uni qilib belgilab bergan. Undaq biz o'zimizni so'rab baqilib bizning egilik huquqimiz kapalık egami? Zimin bütünlüğümüz kapalık egami? Siyasi takdirimiz kapalık egami? Cumhuriyet ilgilerinin tut menfaati, Sharq Turkistonning tut menfaati kapalık egami? Hakimiyet ve halkın siyasi tanlash iqtidori kapalık egami? Demek bizga mu shunday bir siyosiy partiyalar qanday bir narsa bo'lish kerak. Buni zarur topilsa, har qaysi o'zini surgun hukumat qilayotganlar va yoki kongresslar va yoki majlislar biz hozir 3 parlament, bir necha kongress va majlis qatorli o'rinlarimiz bor. Amaliyotda bularni hammasi siyosiy partiya shaklga kelishi kerak. Bular siyosiy partiyaga kelsa, andin siyosiy partiyalar hammasi bir suhbatda o'tirib turib, kimning bir ko'p bo'lsa shu bir ish qilib, agar qilolmay qolsa, men bu yerda takrorlab ketdi bu so'zlar, takrar davatimiz mushuni tushunmay o'qishmas hosil qodir qilganlarimiz son gapimiz takrorlanib ketdi. Siyosiy partiyalar qonuni bizga kerak. İmkoniyat bo'lsa, mush bayatın ismini olgan kongresslar hammasi o'rtaq o'tirib, sen boyaga men bormayman degan gapni demay, hammamizni o'rtaq chaqirib o'tirib, siyosiy partiyalar qonuni tuzish kerak. Buning uchun qanday bo'lish kerak? Men buni ham o'zimning bir fikrini o'tirib qo'ydim. Bu bizning vatanimizning real ahvoli, biz mustaqillik bo'lgan mamlakat bu shu. Sharq Turkistonda Xitoylar yozib olgan ismi bor bu yerda. Dünyanın tunuydığını ve Xitayning hükümranlık qilayotgan zimindagi ismi bu. Bu rayonning iqtisodiy ahvoli, ijtimoiy ahvoli, siyosiy ahvolini ko'pinchimiz bilamiz. Hammamiz shu vatanda tug'ilib chiqqandik, shu yerdan keldik. Uyg'urlarning ijtimoiy asosi qanchalik, iqtisodiy asosi qanchalik vatanda. Bizning u yer bir davlat hokimiyatini kontrol qilib, iqtidorimiz va yoki ijtimoiy ommaviy asosimiz nereden nekcha buni mendimiz ham ko'pchilik yaxshi bilasizlar. Qarmayning kishi 560 ming Xitoy puli to'g'ri kelgan bu holati bilan Gumun ayimizningki kishi 550 Xitoy puli to'g'ri keladigan bir yilda. Ma'qul iqtisodiy ahvolni solishtirsanlar bizning ahvolimizning vatanda qanday ahvol ekanligini bilasizlar. Umuman, ya'ni Xitoylar ko'proq o'ltirash qaror, ya'ni Xitoylarning umumiy ahvoli bir qadar yaxshiroq, ammo Uyg'urlar ko'proq o'ltirash qarorining iqtisodiy ahvoli bir qadar nacharroq bu xil ahvol borligini men demasam bilasizlar, bu xaritani yaxshi ko'rib olamiz. Yana biz bundan boshqa xatbek ustiga ketib qolibdi. Bunun 10-cu yılda Xitay siyasi firması e'lon qilgan Uyg'urlarning Sharq Turkiston rayoniga nüfus nisbati. Buni biz yaxshi ko'radigan ikkinchi jumhuriyatimizning poytaxti bo'lgan G'ul shahrimiz bor. G'ul shahrida Uyg'urlar nisbatini 50% atrofiga yaqinlashtiribdi. Ammo biz bu yerdan ko'ra olamizki, hozir G'ulja, ya'ni shu Eli viloyati deb qo'yamiz, aslidagi hozir Eli oblasti Bivas Qirashnoylar davlatda bu yerdagi Mo'ng'ul ko'ra hozir kiradi xaritaga. Vatanimizin memur xaritasi, her bir men siyasında vatqadım, vatanın memur xaritasi, nüfus joylashish ahvolini, vatanning iqtisodiy ahvoli qatorliq mush masalalarni yaxshi bilish kerak deb qarayman. Bu bizning Ili viloyatimizningki umumiy ahvoli. Bu G'ulja ko'gilimizdek, bu Qo'rg'as, bu Astarpida Chapchalva, ma janub bilan chegirishdan Aqsuv tarafga chegirishgan yerda ma Mo'ng'ul kira, biz davomli qilayotgan Muzat dovoni o'sha yerda. Uning boshqa Tekas bu yer biz qilayotgan Talamatning dovoni bor. Yani şu iki yol arkalık alakalı adet G'ulja bilan qadimdan şu yol arkalık alakalı. Endi hozir bu yollar avval Ko'rin tarafından, Rum tarafından ma'lum bo'ldi, ammo bevosita tutishgan yerimiz shu. Xarita tutashda ko'ringan bilan biz shu Tangri tog'laridan necha kilometrlik qishliq qatnab olmaydigan shu davonlar orqali aloqa kelgan asrlardan buyon.
Endi bu yerda biz Moğol kira bilan tekasli masalasini ish qilamiz. Ba'zi qarindoshlarimiz bo'lib, men hayron qolaman, O'rta Osiyodan kelgan qarindoshlarimiz Uyg'uristonchilik qarashni nihoyat ig'ir. Agar sen Uyg'uriston qurmoqchi bo'lsang, bugun kirib bu chog'da G'o'ljini qanday qilamiz? G'o'ljining to'rt atrofini men hozir deb o'tay. Mana G'o'ljining umumiy ahvoli, men Mo'g'ul kira naisi, men tekas naisi, men to'qqiz tiraman muxur degan yerlar. Mao Könes naisi, mush nayi orqali chegirlandi janub bilan. Bo'lib mo tekas Mo'g'ul kira bilan. Könes Mao bizning yurt zeyraklar bilan chegirlanganda. Demak, Baynayis bilan chegirlangan tekas bilan Mo'g'ul kira mush ikki nayi bor. Endi bu ikki nayining bu ahvolini qarab baqsak, mana Mo'g'ul kirada qozoq qarindoshlarimiz 51%, Uyg'ur 10%. Tekasda Uyg'ur 11%, qozoq qarindoshlarimiz 45%. Könesda Uyg'urlar 10%, qozoq 47%. Mao Nilqida bizning qozoq qarindoshlarimiz 47%, Uyg'urlar 12%. Demak 12%, 10%, 11% umuman bu ahvollar shu tak Altay cho'chagini ahvolda 1% ketmaydigan oila. Masalan, Cho'g'on To'qayda Uyg'urlarning nufusi Cho'g'on To'qay noyisida 500 ga yetmaydi, 200 dan chiqishi bo'ladi. Taxminan 20 necha oila bor. Ahvol nayt biz tasavvur qilgandikidanmi xatarli qarindoshlar. Bizning vatandagi bayatında o'tdik mana Mao Uyg'urlar nufusi nisbati. 0% degan yeşil rayon qarama, yeşil rayonlar asosan masalan Lokman shu nimniki Qumulning Mo'g'ul kiradini tortib Altay cho'chak mush rayonlarda Uyg'urlar nufusi nihoyat tuvan. Shimolda nihoyat tuvan. Biz agar Sharq Turkiston ideyamizni voz kechib, o'zimizga Uyg'uriston degan bir nomni tanlaydigan bo'lsak, bizning asos faoliyatlarimiz Turkmanbalaydi va mush ta'lim muassasalarida shakllangan bo'ladi. Bu nihoyat bir aqlsizlikchi qarindoshlar. Bizga Altay, Cho'chak, G'ulja va bu qozoq qarindoshlarimiz bilan birga tarix qurilgan ikkinchi jumhuriyatimizga varis qiladigan bir ideya bo'lmasa, men o'zimni markaz qilmanda o'tirsak, men degan gap kishilarga yoqmaydigan gapchi bu. Biz degan gap kishilarga yoqadi qarindoshlar. Chunki biz ba'zi masalalarda aqlli bo'lishni, masala qanday qilgan vaqtda o'zimizning manfaatini eng yaxshi qo'llanganligini, atalg'iga emas, mohiyatga ahamiyat berishni o'ylaylik qarindoshlar, reallikni kuzataylik. Endi shunlashqa biz oxirgi gapni qisqartib umumiy prezidentni o'tirib qo'yib qo'yaylik. Partiyalar Sharq Turkistonning nomiga mustaqillikka qarshi bo'lmaydi. Masalan, ba'zi qarindoshlarimiz Uyg'uristonda partiya qurish mumkin. Bu Uyg'uristonda partiya qursang, unda sen Uyg'uristonda qursang, bir qozoq qarindoshimiz sening Uyg'uriston degan partiyaning qanday a'zo bo'ladi? Demak, bu qozoqda bir partiya qurish to'g'ri keladi. Yana bir Mo'ng'ulda, yana bir Qirg'izda partiya qurish bilan bu yerda milliy jadal partiyalar ideya bo'yicha emas, millatlar bo'yicha ayrilgan bir ish bo'ladi. Sen o'zingni qilib bir partiya qursang, men xotinni qilib partiya qursam, biz bilan to'xtamay urushib o'ynaymiz deydi. Bu yer ideologiya emas, yurt masalasi o'tirib chiqilgan. Bu yurtvozda bu narsalarning vaqti o'tib ketdi qarindoshlar. Biz zamonaviy bir dunyoda yashayapmiz. Biz o'zimizning siyosiy manfaatini biz yashaydigan coğrafiyalik zaminning siyosiy taqdiri bilan bog'lab turib tahlil qiladigan bo'lishimiz kerak. Shu arvoz ideyalar tashlanib ketish kerak qarindoshlar. Deb o'tganimizda Sharq Turkistonning nomi bilan yana bir partiya, Sharq Turkiston Demokratlar partiyasi bo'lsin masalan, va yoki Sharq Turkiston taraqqiyot partiyasi bo'lsin, bizning buruq nomimizni qo'llanib, ularning agar biz bilan haqiqatan partiya bo'g'idagi darajada bir siyosiy prinsiplarda, da'vochilik, so'lchilik maydonlarida va yoki xalqaro siyosiy diplomatiyada va qo'llangan o'rin ishlarda farq bo'lsa, biz ular bilan hamkorlashsak bo'laverdi. Ammo boya degandek bizning murassa qilingan nuqtalarimiz bo'lishi kerak. Biz o'rtaq amal qiladigan nuqta bo'lishi kerak. Umumiy Sharq Turkistonning partiyasi, biz Sharq Turkistonning partiyasi bo'lgan chog'da biz bir sahnada hamkorlashamiz. Ammo biz Sharq Turkistonning partiyasi bu boshqa bir nom bilan, boshqa bir davlatning coğrafiyalik chegarasini o'tirib qo'ygan bo'lsa, biz uni bilan qanday parlament uchisha olamiz. Shunga bu Sharq Turkistonning zulm bitligini parchalab qo'ygan bir xil shakldagi partiyalar va yoki Xitoydan boshqa ikkinchi bir har qanday bir qarindoshimizdan qarshimizga chiqib qo'ygan bu xil shakldagi tashabbusga ib bardigan o'ylayanmaydigan partiyalar bizning manfaatimiz ziyonli qarindoshlar. Buni ya oldigan yaxshi o'ylash kerak. Ondan bayatın gap yig'in chalsa, partiyalar Sharq Turkiston davlati ichida millatchilik tarqisi bo'lmaydi. Yani qozoq qarindoshimiz ayrim partiyani, Uyg'ur qarindosh ayrim partiyani, Mo'g'ul ayrim partiyani quruvasi bo'lmaydi. Bu bizning davlatimizning birligini qo'llash kerak. Bular o'xshash ideyadagi Uyg'ur bilan qozoq bir yakkasin. O'xshash ideyadagi Qirg'iz bilan Mo'g'ul bir yakkasin. Bu shunday qiladi siyosiy partiyalar. Bu chog'da biz u yerda bir irqni markaz qilib ikkinchi qatlam parchalangan emas, o'xshash siyosiy manfaatni va davlatning mustaqilligini markaz qilib turib o'xshash ideya uchun kurash qilgan bir hamkorlik qilishimiz barliq keltiradigan bo'lamiz. Ondan partiyalar ichida yurtvozlik qilishga bo'lmaydi.
Bu her qaysi dünyadagi siyosiy partiyalar shu, o'zilikda bir partiya bo'lib olgan, xotinlik bir partiya bo'lib olgan, qashqarlik bir partiya bo'lib olgan. Ma'qul sapasizlik bizning zamonaviy idealligimizga maskanmaydi qarindoshlar. Bu nafratlik, gerginishlik qilmishlar bu. İktidai odamlarning qiliqi bu. Biz zamonaviy bir dunyoda yashayapmiz, insonlarning e'tiqodiga, axloqiga, siyosiy qarshiga asosan bog'laymiz. Uni yurtga qarab emas. Ondan yana birisi mazhabbozlikni o'tirg'a chiqib, bayada bir kunimizdagi suiiste'mol qilib, o'zing vakillik qilolmaydigan ulug' gaplarni o'tirg'a chiqib, Allohning yer yuziga vakil bo'lib, bu yerda xalqning ideyasini, e'tiqodini isbot qilish bu bir layoqatsizlik. Kishilar o'zining iqtidori, siyosiy tushunchasi, siyosiy to'pisi, safarbarlik, iqtidori orqali masalalarni hal qilib turib, ondan atrofga odam kelish kerak. Ondan partiyalar dunyoning Sharq Turkiston mustaqilligining xalqaro diplomatiyasiga aks ta'sir etgan shuarlar bilan boshqa o'tsa qarindoshlar, bu bizning mustaqillik ko'rishimiz ziyonga yetkazgan bo'ladi. Shu xalqimiz aqlli bo'lish kerak. Albatta ba'zi narsaning qoladigan o'rni bo'ladi, ba'zi narsaning o'rnini xato qo'llanib qo'ysak biz xatolashgan bo'lamiz. Kechida qiladigan ish bo'ladi, kunduz qiladigan ish bo'ladi, sanib deydigan gap bo'ladi, maxfiy deydigan gap bo'ladi. Shu ba'zi ishlarni qarindoshlar davlatchilik manfaatimizda mustaqillik nishonimizni asos o'rin qo'yib turib, boshqa masalalarni qachon qaysi vaqt qanday o'tirib qo'yishligini aql bilan o'rganaylik. Qarindoshlarimiz shu, har qaysi partiya taklif o'tirishim shu. Mushu bir qator masalalar bor. Biz mushlar birliklandik, analikan biz tamamen birlikkalaymiz. Mesela Türkiye'de qarab baxsizlar, Kürtlarning nomi bilan partiya yo'q. Türklarning nomi bilan Turkiyada atıldı umum partiyalar, Türklarning nomi bilan partiya qurish qonun bo'yicha qonun yo'l qo'ymaydi. Ama ularning prinsipi va ba'zi jihatlardan hatto qarab baxsizlar bir necha qatim partiyalarni qonunsiz partiya devatdi. Türkiye hükümeti asas kanun çıkarıp turib, undan boshqa davlatlarda bu partiyalar asas qonuni qarab baxsani bo'ldi yoki siyosiy partiyalar qonuniga vaqt yetgan qarindoshlar Turkiyaning siyosiy partiya qonunidagi munosabatga belgilangan ko'rib selishtirib baxsanlar va yoki boshqa Qozog'iston, Qirg'iziston va yoki Yevropadagi qolsanlar davlatlarniki shu siyosiy partiyalar qo'llangan tashabbuslarni ko'rib baxsanlar bu tushunchalarni ishga oshira olasizlar. Deb o'tganimizdek her bir eylen mükemmellikin bir partisi. Bu vatan yalnız necmide azat kılanmaydı, yalnız biz Sharq Turkiston Cumhuriyet Partisi azat kılışımız atayım. Ama hem eylen özümüzün küçüğümüzü yetiştirişimiz, biz muşu partilerin içinde bir parça, biz hem eylen birlikine vakitte, biz andın bir mükemmellikin barlık yaptırıyoruz. Şuna Sharq Turkiston'da her bir eylenge Sharq Turkiston'un ihtiyacı var. Sharq Turkiston'un müstakillik görüşünün her bir eylenin aktifliğine ihtiyacı var. Kardeşler aktif oluştan birlikte takım akıllık olsak, hemkarlıkın asaslarını koysak, İşlerimiz oңuштук болушу мүмкүн. Вакыт чыгарып, лекцияны аңлыгына рахмат. Суал жаваптар болса, биздин имейл аркылуу, торбат аркылуу алакалашсак болот. Рахмат силерге.